O'zbek deganda bir qo'rqoq odamlar tushunadigan bo'lib qoldi. Men ko'p joyda aytaman. Chechenlar nechta desam ko'pchilik har bir 70-80 million bo'lsa kerak deydi. Chechenistonda 1 million chechen bor. 1 million chechen bor. Chechen desa qo'rqib qoladi. Rossiyada o'zingiz ko'rib yuribsiz. O'ris ham qo'rqadi, boshqa mamlakatda. Chechen deganda o'sha yovuqir yigitlarni tushunadi-da, o'zbek deganda egini qisilgan, qo'rqoq odamlarni tushunadigan bo'lib qoldi. Men o'zim Moskvada ko'rib ichim achiganda, o'sha Moskvada yurgan ikkita chechenga teginib ko'ring. Yoki boshqa millatga teginib ko'ring, gruzinga teginib ko'ring. Hatto tojiklarga ham teng. Tojiklar ham bizdan ko'ra birdamroq. Bitta o'zbekni o'rislar yoki boshqalar qiymalasa, qolgan mana shunday turadi. Qiymalab bo'ldimikin, meni qiymalamasmikin deb turadi. "Ho, nima qilyapsan? Ho, meni vatandoshimni, millatdoshimni nima qilyapsan?" demaydi-da. Chunki 30 yil davomida mana shunaqa qo'rquv yuraklarga singdirildi. Qo'rquv saltanati bo'ldi O'zbekiston.